Yorug'iga kiring poshsha ibo bilan kelib. Shularni ham chiqqan joyiga kirgizib bular. Nima qilasan ayta olmasang? Janon bo'laman deb hammani kuydirasan miya, kuyganmi faqiy. Qo'lim qaltirab tangani tushirib yuboraman. Kim birinchi olsa o'sha o'yinni boshlaydi. Oka 5 mingtalik pul tushib qoldi. Oling aka. Aka tanga deysiz-ku. Abbos! Abbos! Qanaqa Abbos? Bu yerda O'zbekiston o'ynamayapti. Men Ronaldoman axir. Kayfiyatim tushib ketdi. Menga qara, qo'ylarga suv berdingmi? Esimdan chiqibdi. Ronaldo, anoni chaqirib yubor. Kimni aka? Ana bolanimi? O'shani almashtiringlar, qo'ylarga suv berib kelsin. Ronaldo nima bo'ldi? Iching qotdimi? Knizma qilamiz, ichi qotibdi. Hammani oldida knizma qilsa, voy sharmanda. Aylantirib qo'y yog'idan surib qo'ysa ko'rmaganda yeb ketasan. Orqasiga ham qo'y yog'i surtinglar. Orqasiga. Noto'g'ri gapirib qo'ydim. Orqasiga qanday yog' surtadi? Uzr kechiringlar. Futbol qachon o'ynaymiz? Banisi bo'lib ketdi-ku. Meni ham ichim og'riyapti, tezroq ketishim kerak. Senga nima qildi ayt? Aka, men ulgurmay qoldim, ichim og'rigandi. Tushunarli, o'yindan tashqari holat. Ronaldo nos chakyapti, ehtiyot bo'l. Aka, nosimni shu yerga tupurib ol, iltimos. Jinnimisan qo'yvor. Qarochi, to'pni olib xohlagan joylaringga qarab tepinglar, bo'ptimi? O'zlaringni varatalaringga ham gol uringlar, bo'ptimi? Urra, O'zbekistonga o'xshab futbol o'ynar ekanmiz, urra!